Assalomu alaykum Go'zalajon. Ish deb yugurib, o'zimni unutib qo'ydim. Ish qiladigan qo'lim bilan oyoqlarimni parvarish qilamiz. Manikyur va pedikyurga ko'p bormasligimning asosiy sababi bu sterilizatsiya masalasi. Lekin Muyassar zamonaviy sterilizatsiya asboblaridan foydalangan holda ko'zingiz oldida instrumentlarni ochib, ishni boshlaydi. Muyassar, sizdan muttasafa deganimda suv bermaysizmi deganim, azbaroyi ancha bo'lganda manikyurga kelganimga apparatga o'tib ketganliklarini ham bilmagan ekanman. Muyassar tirnoqqa xina chizish bo'yicha eng zo'r mutaxassis. Siz istagan dizaynda tirnoqlaringizga chiroyli qilib xinalarni chizib beradilar. Eng asosiysi halol manikyur. Muyassarda pedikyur alohida mavzu. Oyoqlaringizdagi har qanday muammoni zo'r yechimini topib, o'z holiday qilib beradi. Tomonlaringiz Muyassardan keyin sizga rahmat aytadi. Gribok bo'lgan tirnoqlar deysizmi? Ichiga o'sgan tirnoqlar deysizmi? Muyassar hammasini yechimini topadi. Lokatsiyamiz ham siz topib kelishingiz uchun juda qulay joyda joylashgan. Markaziy bozor eski zaksni yon tarafida. Go'zalajon, menga o'xshab ish deurmasdan kelib Muyassarni yo'qlab chiroyli bo'lib ketinglar, xo'pmi?